eng arzonidan tortib eng qimmatigacha obzor qilamiz. Birinchi bo'lib hamma biladigan narxidan boshlaylik. Masalan, $800. Bu modelimiz esa $970, $1050 bor. Buni esa $1000, $1050 bor. Birinchi bo'lib eng arzonidan boshlasak, akalar, bu modelimizga 350 ga 10 balon joylashtirilgan. Oldiga bir kishi, orqaga 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Temir profillardan qanaqalar ishlangan, tomlari, bundan tashqari oldi murdalariga kelsa, ko'rinishlari juda chiroyli, splashnoy farali bo'ladi. Oldida 3 ta fanari joylashgan. Oldi plastmassa qanot, kalotlari bilan qo'yilgan. Undan tashqari dvorniylari bor. Skuterimizda orqa rakurslariga kelsa, 3 ta fanar, pavorot, tomiz bosganda uchalasi birdaniga yonadi. Orqa materiallari ham juda yumshoq, menga shunisi yoqdi, lekin qolganlarga qaraganda ancha yumshoqroq. Bu modelimizda eng qizig'i qaranglar. Hop, qo'ltog'imiz bitta, qo'ltog'imiz ikkita, oyoq tomimiz 3 ta, hamda ruchnoy tomimiz bilan to'rtta tomimiz sxemasi joylashgan. Ikkita cho'ntak, tablolar juda katta, planshet tablo deyiladi. Hamma qo'shimcha jihozlari bor. Bakalorga kelsa, ikkita bakalor, mana juda go'zal. Bu desa ixchamroq, dvorniy knopkalari, masofadan boshqarish pakazlari ham bor. Undan tashqari hop, egar tayda joylari ham bor. 800 kg, 800 vatli motor, 220 nima bu? 25 km/soat yuradi deyapti. Hop, tezligini aytayapti. Undan tashqari orqasini ochamiz mana. Orqasini ochganimizga bizga 100 kilolik sig'imga ega bagajlik bemalol ochiladi. Undan tashqari bunaqangi yopib qo'ysa, juda chiroyli turadi. Xullas, buni obzor tugadi. Bu modelimizda qulayliklari juda yaxshi. Orqa temir, bagaj kalit ochilganlar bor. 300 ga 318 kali orqasi temirlari bor. Orqa aynaklari ham bor. Tomiz bosganda 3 ta chiroq yonadi. Hop, orqasiga menga o'xshagan odamdan mana qaranglar. 3 ta o'tirsa bo'ladi. 3 ta. 3 ta o'tirsa bo'ladi. Undan tashqari oldilari ham menga ikkita keladigan odam o'tirsa bo'lar ekan, bemalol. Panejniy bor, ruchnoy tomiz bor, oyoq tomiz bor, ikkita qo'l tomiz. Menga buni kattasi yoqdi, oddiy gulchatirlari ham sotuvda yo'q buni gulchatir. Lekin shunga o'xshaganlari bor, aynan bu dizaynda bunaqa kulrang svetda, bunaqa original ishlangani yo'q. Narxi $952, $1050. Sensorli ekran, ikkita cho'ntakcha. Xo'p, dvorniy televizor pastavka. Endi ochib ko'rsak, bachoylarini, materiallarini qaranglar, yumshoq ekan. Katta keyin gabariti, qiynalib qolishmaydi. Ochilganda mana 150 kg sig'imga bagajnik ochiladi bizga. Agar taydan akkumulyator joylari ham mavjud, buni ochib ko'ramiz mana. Yangi pozitsiyasi